Assalomu alaykum. Bugun men yana shundan qocha olish sirlarini o'rgataman. O'tgan safargi videomda o'rgatgandim. Bittasini o'rgatgandim. Faqat qo'shib uni ham o'rgataman mayli. Xo'sh. Bu hamma biladigan, uni kompyuterga ko'p qiladigan odamlar buni biladi. Men bilmayman. Bu videoda siz to'liqroq, aniqroq chiqarmoqchiman. Kir. To'rt soat kutishimga to'g'ri keladimi deyman-da. Wow. Mana bu bo'ladi. Xo'sh. Men bu yerdan Steve Sakella boshini men olamsan. Bu yerga lager bo'ladi. Vaqtinchalik. Yana hammani dam olib yuribsizlar. Endi shu Krakow to'g'ri-ku. Bular hali ko'rmaydi. Orqadan kelayotganingni. Yani bu daraxtda qilinish kerak. Hammaning menga daraxt yo'q. Bu videoda aniq taniq ko'rsatila olamdi deganim aytaman. To'xtanglar. Baman sehrlanmagan tomon olaman desin. Endi lekin normal bo'ladi. Wow, mana do'stlar. Nimaga aynan orqadan desangiz do'stlar, orqadan ya'ni men orqada dushmanning ya'ni joni kam ham tezroq orqaga botadi. Masalan, men broneda edim. Kirib orqamdan ko'rtadi. Endi kirib endi deb qo'ydim to'g'ri. Ammo shuni bilan 3 jonni inqasi olmos edi. Olmos orqadan ko'jon ketishini bildim. Temirdan aniq o'lib ketishini bilaman. Xudo shukr olmos bironasi o'rgandim. Do'stlar, men ularning lagerga qanchalik o'tib ketganini ko'rdingizmi? Do'stlar, yana bir marta qilib ko'rsataman. Endi
safar odamga qo'rqinchliroq bo'ldi endi. Bo'ldi. Bunaqa bachkan qilmaymiz-ku ham. Mana qilich, anasi bor. Mana u nimadir bilan mashhur. Yana bir marta qaytaramiz do'stlar. Bu safar yana ishonmas komil agar nezirda lekin shuni aytib qo'yay. Nezirda bo'lmaydi. Menga obuna like bo'lishini unutmang. Meni haqqimda bir odam men bilan tavba qilishdan rozi edi. Meni rozi edi. Qayerdan bilmayman, lekin shu bilan mana shu qishloqlik odam ekan. Chunki men ona bilib oldim. O'zi aytdi. Wow! Do'stlar, o'zim qo'shilib o'lib ketdim-ku. Mayli, lekin o'zingiz ham meni qo'shasangiz. Maslahatim sizlarga kerak bo'ladigan narsa oltinni olmalar kerak bo'ladi. Men mana uyimizda menikir bo'ldi. Ha, bu xohlagan versiyaga bo'ladi. 4 talik barmoqqa, nechtalik barmoqqa bo'ladi. O'zim santirgandim. Uni hozir qilaman, chunki men hozirchalik telefonni YouTube'ga bu videoni jo'shga kamera raqam so'rabdi, qo'ysa hamma bo'lmayapti. Ha do'stlar, video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'ling. Shunday qilib dushmanga PvP qilayotgan paytingiz osonchalik yutib ketasiz. Agar qarmoq bilan ko'rib ko'rasiz, bir anod o'taveradi. Afsuski bunaqa telefonlarda bu bo'lmaydi. Ya'ni nimadir orqali bo'ladi. Men dunyoda marta o'ldim, 5 marta o'ldim. 5 marta o'lish endi hisob uyatku, shunga endi 5 marta o'ldim-da. Do'stlar, korotga mayli tushadi va bu yerga tushsa kerak va bu yerga bo'lsa bum qo'yasiz hammangiz. PvP hammaga qilishga tayyorman. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishingizdan chiqmasin.